Assalomu alaykum, ijtimoiy tarmoq orqali bizni kuzatib turgan hurmatli obunachilarimiz. Ayni paytda O'zagroinspeksiya markaziy apparatida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 33 yilligi munosabati bilan qomusimni bilmoq istadim shiori ostida test sinovlari bo'lib o'tmoqda. Ushbu test jarayonlarida O'zagroinspeksiya xodimlari ishtirok etishyapti va Konstitutsiya bilan bog'liq bilimlarini yanada mustahkamlashmoqda. Testda yangi tahrirdagi konstitutsiyamizga bog'liq 20 ta savol beriladi. 10 daqiqada ushbu 20 ta savolni yechishlaringizni to'g'ri keladi. Hammangizga omad, marhamat. Test jarayonlarini kuzatib turibmiz. Mana hozir O'zagroinspeksiya bosh mutaxassisi Zafar aka Ismatov testni muvaffaqiyatli yakunladilar. Ya'ni 20 ta savoldan 20 ta to'g'ri javob topib 100% natijaga erishdilar. Zafar aka, test savollari to'g'risida, umuman bugungi jarayon to'g'risida fikr va mulohazalaringizni bildirsangiz. Rahmat. Bugungi test sinovlari juda chiroyli tashkil etilgan. Ayni savollar qiziqarli. Men o'ylaymanki, har bir davlat xizmatchisi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining har bir moddasi va bandlarini yoddan bilishi lozim deb bilaman. Barchangizni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinganligi 33-yillik munosabati bilan muborakbod etaman. Bugun biz Konstitutsiya bo'yicha test bo'lishini bilganimizdan so'ng Konstitutsiya kitobini varaqlagan holda test sinovlariga tayyorgarlik o'tkazdik va bilimlarimizni mustahkamlab oldik. Test sinovlari muvaffaqiyatli o'tdi. Barchani kirib kelayotgan Konstitutsiya bayrami bilan tabriklayman. Rustam aka, hozir testda qatnashdingiz. Necha ball to'pladingiz? Testda hozir 20 ta savol qo'yilgan ekan, 20 savol to'liq 100% natija bilan 20 talik natijaga erishdim. Tabriklayman. Yosh xodimlarimizga Konstitutsiyaga oid bilimlarni mustahkamlash uchun qanday tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Bu testlar to'g'ri, odamni bilimini baholaydi, lekin bu test bir martalik tayyorgarlikni talab qilmaydi. Bu doimiy ravishda tayyorgarlik qilib borish kerak. Tayyorgarlik qanaqa ma'noda? Ishlovimizda mana bevosita vazifamga aytgan qonun hujjatlari ishlayapman. Eng oliy qonun hujjati bizda Konstitutsiya topiladi. Va undan keyin o'sha kodeks, qonunchilik hujjatlari, normativ hujjatlar turadi boshqalar. Mana shunday kelib chiqqan holda o'ylaymanki, doimiy ravishda o'zimizda ishlatsa agar bunga alohida tayyorgarlik ko'rish talab qilinmaydi. Mana shu yosh xodimlarimizga, shu mutaxassislarimizga nafaqat kundalik o'sha texnik ishlar bilan mashg'ul qolmasdan, balki o'zimizda ishlab, o'sha Konstitutsiyaga murojaat qilgan ma'qul bo'ladi. Albatta, har bir davlat xizmatchisi Konstitutsiyani bilishi shart deb o'ylayman.